2025 yil 21 iyun kuni soat 18 da Milliy TV kanalida Enaga o'zbek serialining 53 seriyasi bizni kutmoqda. Bu serial tomoshabinlar qalbini allaqachon zabt etgan hikoya bo'lib, har bir seriya his-tuyg'ular, dramatizm va chuqur insoniy voqealar aralashmasidan iborat. Men sodiq muxlisi sifatida ssenariy mualliflari bu gal nima tayyorlaganini intiqlik bilan kutmoqdaman. Enaga nafaqat serial, balki o'zbek xalqining ruhi aks etgan kozgudir. Unda an'analar, oilaviy qadriyatlar va baxt uchun kurash bir-biriga uyg'unlashadi. 53 seriyada annonlarga ko'ra, bosh qahramonning sinovlarga qaramay, umidini yo'qotmagan holda davom etadigan hikoyasi kutilmoqda. Rejissyorlar o'zbek madaniyatining rang-barangligini ustalik bilan yetkazsa, aktyorlar o'z rollarini xuddi o'z hayotlari kabi yashamoqda. Serial nafaqat syujeti, balki vizual jihati bilan ham quvontiradi. Yorqin liboslar, manzarali joylar va qalbni larzaga keltiruvchi musiqa. Enaga oila, sevgi va o'ziga sadoqatni qadrlashni o'rgatadi. 53 seriyani o'tkazib yubormang. Bu o'zbek kinosining bu durdonasiga yana bir bor oshiq bo'lish uchun yana bir imkoniyat. 21 iyun kuni soat 18 da Milliy TVni yoqing va har bir his-tuyg'u haqiqiy bo'lgan dunyoga sho'nging.